22 bob. Hazreti Aysa ularga yana tamsil bilan mundaq dedi. Arishning podshohligi xuddi bir podshohning o'g'li uchun tayyorlagan to'y ziyofatiga o'xshaydi. To'y kuni podshoh ziyofatga taklif qilingan mehmonlarni chaqirish uchun shakarlarni avatibdi. Lekin mehmonlar kelishni xohlamabdi. Buning bilan podshoh yana boshqa shakarlarni avatib, ularga, mehmonlarga, qaranglar, ziyofat tayyor bo'ldi. Öküz va semiz mollar so'yildi. Hamma narsa tayyor. Ziyofatga marhamat danglar, deb toplabdi. Biroq mehmonlar ularning so'zlarini e'tiborga olmay, biri etisga ketsa, yana biri tijoratiga ketibdi. Qolganlari hilqi chakarlarni tutib olib, qattiq urib, o'ldirib yetibdi. G'azabga kelgan podshoh lashkarlarini chiqarib, u qotillarni yo'qitib, ularning shahriga o't qo'yib yetibdi. Ondan chakarlarga to'y ziyofati tayyor. Lekin chaqirilganlar loyiq bo'lib chiqmadi. Endi sizlar yo'l ochanlarga berib, uchratqanligi odamlarning hammasini to'yga taklif qilinglar, debdi. Buning bilan chakarlar yo'l ochanlarga chiqib, yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi. Uchratqanligi odamlarning hammasini yig'ibdi. To'y bo'lgan o'rin mehmonlar bilan to'libdi. Podshoh mehmonlar bilan ko'rishchilik kelganda, u yerda to'y kiyimi kiygan bir kishini ko'ribdi. Podshoh uningdan, "Birodar, to'y kiyimi kiymay bu yerga qanday kirding?" deb so'rabdi. Biroq u kishi hech qanday javob bera olmabdi. Podshoh chakarlarga, uning put-qo'llarini bog'lab, tashqiriga, qorong'ulikqa ochib tashlanglar. U yerga tashlanganlar hasratda yig'lab, kishilarni g'uchurlatadi, debdi. Oxirida Hazreti Aysa taklif qilinganlar ko'p, lekin tanlanganlar oz, dedi. Buning bilan Parislar u yerdan ketib, qandoq qilib Hazreti Aysoni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirish haqida maslahatlashdi. Ular o'z shogirdlarini Rimdan tayinlangan Herod podshohining tarafdorlari bilan birga Hazreti Aysoning yeniga avatib, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, kishilarga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib kelganligingizni va hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmaysiz. Qani, aytib bergaysiz. Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi qandoq?" deyishdi. Ularning yomon niyatini bilgan Hazreti Ayso, "Ey soxtipazlar, nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Boshqa topshiradigan pulinglarni menga ko'rsatinglar-chu", dedi. Ular bir dona kumush tanga akeldi. Hazreti Ayso ulardan, "Buning ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning", deb javob berdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazreti Ayso ularga. Ular bu so'zni anglab, hayron bo'lishdi-da, Hazreti Aysoning yenidan ketib qoldi. Shu kuni o'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy diniy eqibnikilar Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi farzand ko'rmay o'lib ketsa, uning aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim deb ta'lim bergan. Burun bu yerda 7 oq-uqi bor edi. Cho'ngi o'langandan keyin olamdan o'tdi. Farzand ko'mganlikdan keyindiki inisi yangisini amriga oldi. Biroq umu farzand ko'may olamdan o'tib, ayoli keyindiki inisiga yotliq bo'ldi. Bu ish toki 7-inisigacha davomlashdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol 7 oq-uqidan qaysining ayoli bo'lib tiriladi? Chunki uni hammasi amriga olganda." Hazreti Ayso ularga mundaq javob berdi: "Sizlar muqaddas yozimlarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun xatolisizlar. O'limdan tirilgandan keyin insonlar arishdagi farishtalarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. O'limdan tirilish masalasi haqida Xudoning sizlarga degan so'zini o'qimadinglarmi?
ajdodlarimiz İbrahim, İshak ve Yaqubla allı burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Xudo ularni tirik hisoblab, men İbrahim, İshak ve Yaqubla e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Bularni anglagan xalq uning ta'limidan dong ketib qolishdi. Parisiylar Hazreti Aysoning Saduqiylarning og'zini tuvoqlaganligini anglab, bir yerga jam bo'lishdi. Ularning orasidagi bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoni sinash maqsadida uningdan: "Ustoz, Tavrat qonunidagi eng muhim amr qaysi?" deb so'radi. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi: "Parvardigoring bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün zehning bilan so'ygin. Oldingi va eng muhim amr mana shu. Uningga o'xshash muhim yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y." Bütün Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari bu ikki amrni asos qilgan. Parislar to'plashib turganda Hazreti Ayso ulardan: "Qutqizg'uchi Masih to'g'risida nima o'ylayapsizlar? U kimning avlodi?" deb so'radi. "Davud podshoning avlodi" deyishdi ular. Hazreti Ayso mundaq dedi: "Undaqda nima uchun Davud podshoh muqaddas ruhning ilhomi bilan qutqizg'uchi Masihni Xo'jayinim deb ataydi? Davud Zaburda mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyig'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizg'uchi Masih podshoh Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podshoh Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. Hazreti Aysoga hech kim gap qaytara olmadi. Shu kundan e'tiboran hech kim uningdan savol so'rashga petin olmadi.